1 kvadrat metrni $1000 dan kamiga bermaysiz, aka. Shayxon Tohir bo'lgani uchun tayyor mebel texnikalari videoga tushish xolamadilar. Necha pul taqalgan, aka? $1000 eng taqalgan. Har bir kvadrat metri Shayxon Tohir tumani Shofaiz O'rinboy choyxonasi, ko'pchilik biladi. Tayyor novostroyka kvartira mebel texnikalari bilan. Qarang, o'ng qo'lda birinchi yotoqxona, ko'rasizlar, remontdan keyin hali odam yashamagan, gilamlarni ham ilib tayyor qilib qo'yishgan. Uni yonida oshxonasi, gaz plita, vitichka, mo'ykalari, hamma kerakli sharoitlari qilingan. Sanuzellar razdelniy. Yonida, mana aytganimdek, razdelniy ko'rasizlar. Zo'r remontdan chiqarilgan. Podyezddan kirib kelish. Bu yoqda bitta yotoqxona. Prixoshka ham katta ekanda. Va ham detskini qaranglar, qiz bolalar uchun vaqti zo'r qilib qo'yishibdi. Zo'r tarafi birinchi qavatda joylashgan, sokolning qavati bilan. Men pastga tushib, pastda ham 3 ta xonada betdilar. Sanuzellari alohida qilingan katta prixoshka, chap qo'lda detskiy spalniy qilib qo'ysanglar, mana bu ham garderobni yasab olsanglar, podyezddan kirdingiz, sразу o'ng qo'lda mehmonxona. 146 kvadrat metrdilar. Xullas, mana bu sanuzel ko'rasizlar. Yonida mana bu oxirgi xona. 6 ta xona, 3 ta sanuzel bo'lyapti. $146,000 pul bo'ladi. Shayxon Tohir tumani Shofaiz O'rinboy choyxonasi. Aniq lokatsiya Telegram kanali, telefon nomeri pastda bo'ladi.